Navbatdagi xonadonimiz ham ish romlarini qo'yib berganmiz. Bu xonadonimiz high-tech fason qurilgani uchun bu yerga biz Termo 78 dan tavsiya berganmiz. Hozir qay tarzda ishlashi yo'q ishlarni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimiz juda chiroyli tushgan, high-tech fason bo'lgan, splashnoy holatda Termo 78 qilib berganmiz. Bu tarafda ikki etajdagi uchun hammasi splashnoy holatda qilib berganmiz. Rangi net blush andrez, mokroy rangdan qilib berganmiz. Bu yerda ikki taraf ochiladi, o'rta gulxo oyna holat bo'lgan. Bu yerda esa 90 gradusga qilib berganmiz. Bu tarafda gulxo panorama yuz bo'lgan, bu tarafda oddiy ochilish holati qilib bergan. Eshiklarimiz vitrazli eshik qilib berganmiz. Ikkita tarafi gulxo, o'rtada ikki qanotli tashqariga ochiladigan eshik bo'lgan. Ochilib yopishlari juda yengil. Ko'pda tashqariga ochilgan eshikda petlasa tashqaridan ko'rinib turadi. 4 ta petlali holatda qilib berganmiz. Oynalarimiz energiya tejovchi oyna qilib berganmiz. Bu tarafda ham xuddi shunaqa ikki tarafi ochiladi. O'rta gulxo, ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa holatda qilib berganmiz. Hozir qay tarzda ishlashlarini ko'rib chiqamiz. Bu taraflarimiz ikkitadan ochilishi bilan panorama holat qilgan. Bu tarafdagi eshigimiz ham eni 1.60 ga, balandligi 2.90 bo'lgan. Bu ham tashqariga ochiladigan eshik bo'lgan. Ochilib yopilishlari juda yengil ishlaydi. Ko'rsa, ikkita chekkadagi kesakisi diverno kesakidan foydalanganmiz. Shuni hisobiga shirokiyroq holatda turadi. Hozir ichkaridan qay tarzda ishlashini ham ko'ramiz. Ichkaridan tashqarini panorama holatda ko'rinish uchun qilib berganmiz. Ko'rsada balandligi 2.90 atrofida bo'lgan. Bu yer ikkita tarafi ham ochiladi. Har bitta ochilishda двойной mexanizm qo'yib berganmiz. Xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Lekin ichkaridan tashqari panorama vid holatda juda chiroyli ko'rinadi. Va hovlini orqa tarafligi uchun bu yerga biz 7000 Engelberg plastikdan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari juda yengil. Do'stlar, bir tarafiga двойной mexanizm qo'yib berganmiz. Buni ham ikki tarafi ochiladi, o'rta gulxo o'ynagan. Va bu yerda podokонник o'rniga toshdan foydalanilgan. Ruchka Hopenyu seri ruchkadan foydalanganmiz. Germanskiy mahsulot. Ichidagi mexanizmi germanskiy roto mexanizmdan foydalanganmiz. Bir tarafi двойной mexanizm, bu tarafi esa oddiy ochilish bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirib, nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.